Million 3 ga bo'ladi. Xolaganini olib ketaversin. O'ziga yoqqan. O'ziz yetgan. Ha, bedali mol bitni tella olsa mana 30 million deyilmaydi. O'ziga yoqqanini xolasa donaga ham, optimiga ham bu mollar narxi bir xil. Hisob. Buqani qaranglar, buqalarni. Katta partiya, xudo xolasa Uchko'prik tumani Puchug'oy qishlog'ida Abdurahmon akamiz qisqacha ma'lumotlar beradi. Mana kuchlilar, gibridlar to'g'rilardan turibdi akalar. O, nerada? Hammasi kiradi, xudo xolasa. Qisqacha haqida ortib berib ketamiz. Xonajilar ham bor. Bizda albatta ko'pincha aksariyat holatda xonajilar kutadi. Sizlarga mana bo'ylab 1.15, 1.20 atrofidagi xonajilar ola qorini terillar, haqiqiy zo'rlarni. Mana o'zi sakragisi kelyapti, esyapti. Ishqibozlarga qisqacha haqida ortib beramiz. Layklar bilan podishkalar qilib turaverasizlar, xudo xolasa. Zeriktirmagan holda qo'ldan kelgancha qisqa lo'nda qilib yoritib beramiz. Ko'ramiz. Ki bu tarafda ham yoshlardan bor. Bu video juda qiziq bo'ladi, xudo xolasa. Oxirigacha 10-15 minut atrofida video qilamiz, lekin qiziqlarini yaxshilab qo'yamiz qisqacha. O'g'oslar kirgizib olamiz birinchi. Bo'ldi, olib kiraveramiz. O'g'oslar kirgizsak, xunojlarni. O Angliya ko'rsatamiz. Gibrid qarang. Ishqiboziga. Ha, shunda hech pulga berasan. Hech pul mana. 22 millionga ketaveradi shunisi. Simental gibrid. Bir savdoga necha pul bo'lish? Mana shunaqa oq betlari bor, shved, mana shunaqa oq betlari. Simental gibrid. Qora oq bet. O'shanda 14 ta teraman. Buqacha? Buqachalar. Mana 10 ta bilan, buni 10 ta bilan. Mana 14 ta xonajimda. 9 dan yer oldim. Og'il qilyapman, shu yerga olib ketaman. Ketdi. Nasib. Olib bitganmi? Bitta. Mana sizlar. Bombozlari bo'ldi. Xunoji olasiz buqam. Lekin biz 14 ta xonajim, ana u kichkinalar, mana 10 ta xonajim. Bo'ldi. Obunachilar, qolgan boyaga obunachilarga. Bularning oq betlari bor. Mana shundan 10 ta olaman. Qani u. Buqalar ham olaverasizmi? 10 ta mana shundan olaman. Katta olmayman men. Yemlaydiman. Abdurahmon aka, qaysidan boshlaymiz? Qaysidan boshlaymiz bo'lmasa? Nech puldan berasiz? Xohlaganingizdan boshlang. Mana shundan ketaverak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savdo boshlab ketganingiz. Yaxshimi? Obunachilarga yalangalik salom. Qalaysiz endi? Xudo xolasa mollar o'ta plyuminnoy. Ha? Olgan odam mazza qildi. Olgan oldi, qolgan qoldi. Kim bilan? Bu mollar maqsadi bor-da. Aka. Tonnadan yugurib boshadi buqalari. Mana ular bir 30 ta 40 tadan sut beradigan mollarda. Olgan odamni boy qilaman deydi. Maqsadi shu. Shu, xudo xolasa. Kiravering-da. Bo'ldi, kimga savdo qilaylik? Siz qaydansiz boy aka? Jaliyerdan. Jaliyerdan. O'zi cheydagi, yaqin tarafda. Biz YouTube'ga chiqarib olaylik-da, keyin savdo qilamiz hozir. Ya savdo qilamiz, hozir YouTube'ga chiqarib olaylik oldin. Bitta olaylik, 5-10 minut vaqt ketadi. Vaqtingiz bormi? Vaqtim bor. Bo'ldi, hisob. Akamiz olov bo'lib keldi. Haliginda keldi o'zi. Ha. To'g'lasa, beli necha bosh endi? Beli 10 bosh. 10 bosh. 10 bosh, ola qora, taglarini mashina ko'rsatib qo'ying, taglarini. Ko'ringlar. Hamma soskalar joy-joy tekshirib olyapsizlarmi axir? Mana ko'ringlar. Oppoq, orasini tiqib olingda o'zi ko'rsatib beradi. Bu ana. Ana. Inshaalloh sog' bo'lsin. O'zi quvnatyapti-da. Mana. German shved rekord sotildi. Andijon bozor Shahrixonda. German shved 89 million baraka bo'ldi. Tozasi. Olgan odam baraka topsin. As pulmasa, lekin pulmas 80. mola birinchi qorin ekanda. Birinchi yana ikkinchi qorin, uchinchi qorin. U mol 20 ta bola beradi, u mol. Ha, o'rtacha 10 ta ursangiz ham katta pul o'sha. Olgan odam baraka topsin. Baraka topsin. Xudo 20 ta bolasini olsin shu mol. Niyat, yaxshi niyat bilan bitta nima qilaverak, qaytarib olamizmi yo chiqaramiz bor? Chiqaramiz tashqariga. Chiqaraveramiz, biz ketdik. Bo'ldi, boraman hozir. Narigini ishini olingda bo'ldi. Mana kerak kichkintoylar yeyishlar ko'ringlar. Birinchi o'rinda yeyish, mol yeb bersa siz shunda foydadasiz. Qanaqa mol olishingizdan qat'iy nazar. Yesa hisob, yesa plyusdasiz, yesa pribelga kirishni boshlaysiz. Yoshlaridan o'tgan safar ham chiqarganmiz, xudo yangilangan. Orada ba'zi eskisi bo'ladi, lekin asosiy yangilar bo'ladi. Ko'p. Bo'lajon, manzara qalay manzara? Manzara go'zal. Xudo xolasa. Manzara dehqon havas qiladigan darajada. Shuncha mol bo'lsa, yaxshi niyat qilgan odamlar xolasa yetishadi. 1-2 yil atrofida. Mollarni qarang. Ko'ring. Hajjonov. Lekin mollar kuchlilar kelib, qovoqdorlar kelibdi, boyaga qovoqdorlar. Bular buqa bular, O'lajon. Ha? Buqacha bular. Bular bu taraf buqacha. Aha. Bo'laveradi. Bu yoq xunoji. Bo'laveradi.
Qaysi Chap partiyada? tarafdan. Mashinadan boshlaylikmi? Boshlayveramiz shunda. Chiqarmay qo'yib, ichiga kiraverak. Quvib yurmaylik yoqasida. Ichida zo'r ko'rinyapti mana. Yo quvib Tashqariga chiqarsam zo'r ko'rinadi. Bo'ldi, ketaveramiz. Ostini ko'rsataychi. Nima desalang shu. Ishqiboziga barib ko'rsatib berish kerak, to'liq baribir. Ming gapirsang. Ostini qarang, kichkina urg'ochlar, osti zo'r ekan. Mo'la ko'ring. Mo'la ko'ring. Ko'ring. Mana siz ko'rsatmadan eng nimasi o'sida qolgan ekan. Keling. Qarang. Voy, turishni qarang. Shved gibrid ekan ular. Oxirgisi qanaqa endi? Bu ham zo'r. Voh, afsuski. Ishqibozlarga beda 14 bosh deyapmiz, hozir. 14 bosh. Yo'q, necha yilgacha endi bedaydi? Faqat molni bor, maqsad sotish. Aha. Mana shu qo'rada narxni real tashqariga chiqib bir ko'rsataymi, aytaveraveraymi narxini. Bitta yeting, chiqarib inaltiraveramiz. Chiqaraveramiz. Bularda 12 milliondan 18 milliongacha aytilgan baholar muhim emas. Aha. Kami bor. Ziynatiga o'tib beraman. Bo'ldi, ziynatiga. Bo'ldi, chiqaraveramiz. Ko'rsating, bir oyoq qo'lini ko'rib oling mollarni. Chiqarsinchi endi mana chiqaramiz. Narxlar eshitib oldik. 12 milliondan. Ha janavar. Bu yoqda tursangiz bu tomonga ketadi. Bo'ldi, 12 milliondan qanchagacha? 12 milliondan 18 milliongacha. 18 milliongacha. Shu 18 ni sal azaytiraylik. 17 yarim. 17 yarim mana bo'lar ekan. 17 ham qilib qo'yavering. Bo'ldi, 17 butun. Bir donasi ham haqli. Dastlabkamiz O'zbekiston bo'ylab. Aha. Hali Xorazm, Mo'ynoq, Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Dinov hamma joyga ketaveradi. Yetib boryapti. Yetib boradi inshaalloh. Xudo xolasi, zo'r. Xudo xolasi. Mana oxir chiqqan kuchli mana, oxir chiqqan. Biz jiz etganlarni endi iloji yetib qo'yaman-da men. Obunachilar. Ko'ring, boricha yoriting beyda. Boricha o'ynab turganlari. Jiz etgan mana shu deb qo'ymasam bo'lmaydi. Mana shu olib ko'ringlar. Kim mana ola-qora chiqdi mana. Yana ko'p ekan mana shu 5-6 ta ko'rdim. Ichida. Ko'ringlar, ishqibozlar qisqacha yoritib beramiz. Kiyib ko'rarsizlar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oy qishlog'idan Abdurahmon akamiz qisqacha yoritib beramiz deyishdi. Mana aka. Sakrab ketdi emas. Sakrab ketdi-yu. Mashina ham osti o'ta bo'lakcha ekan, mashina. Shved gibrid ekan-da. Biz ash oldidagi kuchli mollar ekan. Bari terilib olyapti oldiga o'tib mana shu. Shunday. Bir qator. Narxini qarang. Yana ham martga-mart maqsad sotishda. Nechta olganga necha puldan qilib beradi? Mana shunaqa qilaylik. 4 ta olamiz misol. Shu qo'radan Dehqon 4 ta olish kerak. bo'ldi, 11 million 500 mingdan 2 bosh chiqarib beraman. Oldini 17 million baho qo'ydingmi? 4 ta olsam 16 million, tanlab olsin 4 ta. 4 tasini tanlab olsin. 16 million. Bo'laveradi. Mana voобще gazdor ekan. Mana olsa ko'ringlar kallalar. Bunga nima deysiz? Bu ketdi, bu gibrid bu ham. 15 million 500 mingga ketaveradi mana shu buzoq. Mana qon tozalanyapti. Buni qarang. Sinovdan o'tib. Yaxshi. Bo'laveradi. Xursandmiz. Mana shu bola tez o'zgaradi, juda tez o'zgaradi mana shu bola. Suyagi buzoq ekan. Ishqibozlarga tars etib qo'yapmiz, qisqacha ortib qo'yapmiz. Shtomi? Davlatjon, Tezda shumashlang uchun. Davlatjon. Ha. Bular bitta 5 tonnalik suzda ketaveradi-da, O'zbekiston bo'ylab ketadi. Bir joyga oldim deganlar ham shoshilamiz, narx-navosini o'ta yo'lda qilib qo'yib beraman Bu bahosini. akaga o'xshab yangi firma qurdim deganlarga, Ha. ha? Bir joyga. Bir joyga. Bir joyga qanaqa bo'lyapti? Men hali eshitmadim Mollar bir joyga qarang 11,5 dan 17 milliongacha baho qo'yildi. Ha. Mollar bir joyga bo'lsa 14 million 500 million ketdi. Lekin xayri bor. 500 da Kami bor. 500 da etsiz yarashmaydi. Ketdi 14 million. Bo'lar ekan. Muammo yo'q. Mol sotish maqsad. Bo'ldi. Ishqiboziga albatta. Ishqiboziga birinchi o'rinda majbur Agar shu molni bor-ku, ha, 500 mingdan o'tdi. 14 dan ham o'tib bersa men olardim degan akalarimizga qarab turing. 13 million 700 mingdan bor ekan. bir joyga 14 bosh. 14 bosh. Savdo o'zi pishi bo'ldi akalar. Savdo o'zi shu. Ichida bo'lsa bir 4 bosh kichikroq, lekin ushasi bor. Ana shu mollar ham yaxshi bo'ladi. Prosta qarasalang bir pasda 1-2 oyda tenglashib ketadi, bir-biriga intilib harakat qilib. Davlatjon 300 mingdan o'tdi. 13,5 million bo'lganda men olardim desa, xolos Surxondaryoga, xolos Xorazmga yo xolos Andijonga yetkazib beraman. 13 million 500 mingdan bor ekan. Bor ekan, suboy ekan. Bundan arzon joyini topolmasa kerak. Qayerdan topaman men bunaqalarini deydi, halinga o'sha. Ko'ringlar, agar bemalol kelaverasizlar mana. Qo'ldan kelgancha yoritib qo'ydik, xudo xolasa. Bu kichikroqlari bular, bo'ylari 1 metr atrofida siraydi, bular aynan ular. Shunaqa. Mana aka.
Oshiqlari ham bor. 1 Oshiqlari ham metrga bor. olaversin. Endi Davlatjon. 10 boshni ko'rsatganmiz. Kim deydi, realniy narsada Ha. 11,5lik mol bormikan ichida haqiqatda ham deydi-yu. Aloqaga chiqadi, 11,5 dan ikkita mol chiqyapti ichidan. Menimcha qaysisi? Konkret. Mana Mana bitta. chap tarafdagisi. Qaysisi? Mana bitta. Nargis qani? Mana shu bittasi. Mana. Ha, qorasi. Qorasi. Men nari kichkina deb o'ylabman. Qorani aybim qoraligi xolos. Mana o'sini ham beraveramiz. Qarang. Bu obunachilar bo'lsa, mana shu ham ketaveradi. Nech pul? Ketdi. 11 million 500 ming. 11 million 500 ming. Mana ikkita yonma-yon bu. Mana juplar işte. Ketdi. Jupiga 22 million. Ketdi. 12,5 dan 4 bosh olaman desa, Ha. 50 millionga 4 bosh ketdi mana shu turi. Ejraganini qarang. Voy, ajrat, tayyor ajrat. Ha, to'polon qilish. Ketdi mana shu 3 ta, ana bitta. 12 million 500 Hisob. ming ketdi. Hisob. Nima qilamiz? Naylar chiqaramiz, olib kiramiz, bular. Bo'ldi. Bo'ldi. Olib kiraveramiz. Ularni elitalari. Ketdi mana, kattaroqlar. Endi bular bo'ylab 15-20 chiqib qoladi bular. Ay, chiqishdi qarang. Bular ancha eti ham baland ekan, oshiga. Dumaloq olib qo'yibdi, dumaloq mollar. Soni 10 bosh. Aha, butun ekanda. Bir pachka. Bir pachka ishqoziga. Bular oladi, boqadi, baraka topadi inshaalloh. Bular shu ketishda qishgacha bemalol bo'g'oz bo'lib qoladi pashti. Ha? Aha. Kuzda bo'ladi-da. Shunday. Rost mana 3-4 oy bir yilda qaralsa bu mollar tez o'zgaradi. Yo'lma-yo'l yurib, aqa yurib charchoqda turibdi mollar, lekin Bu mol 10 ta mol olyapti-yu. ha, Bu mol 20 ta bo'ladi deb xotirjam yaxshi niyatda olaveradi. xudo xolasa. Yildan keyingi sezonda xudo xolasa, urush. Bo'lak chekan ham shvet molam. Ha, shvet kuchli bak. Shvet rekta bor, mana ko'ringlar. Zo'r. Mana uni qarang, vash qaynagan mol ekan, rossiyskiy. O'zi butunlar bular kuchli, zotiga ham kuchli bular. Bular kattaroqda. Kattaroq keyin semiz ekan, ham etigan. Abdurahmon aka qanaqa aytamiz ular? Bir joyga aytib, bir joyga chorig'i yeting, boshlaylik. Bir joyga o'pdimmi? Optimga bitta yeting. Bo'ldi. Obunachilar kutilmagan holatda mollar bir joyga 17 million 500 dan ketdi. Yana 500 ishlatyapsiz siz. Ketdi 17 milliondan. Sotish maqsad deyapman. Tars 17 milliondan ketdi. Arziymi narxiga? Arziydi xolasa. Olgan odam mazza qilsa. O'ynab turganlar, ha? Kiyik bo'lib ketyapti. Mana kiyik. Hoy. Mana qarang. Ketdi kiyik. Manzarani qarang, manzarani. Ko'k choyni sovug'ini olib tomosha qilsin-da obunachilaringiz. Ishdan kelib, Xudo xolasa. ishdan kelib aloqaga Ishdan chiqib, kelib, sherida olib, shuningdek odam bilan bitta kelsin. Bo'laveradi. Xotirjam kelib ko'rib ham olaversin. Ha? Bizda keyin hali onlayn savdolar ham bor. Uzoq va yaqindan. Xolasa kelib ko'rib olsin, xolasa onlayn. Video qilib ber desa, xotirjam. Bu yerda odam ko'p. Ko'p. Bir 3-4 ta odam onlayn savdoga ishlaydi. Bo'laveradi. Endi nech bilan nech pulgacha bor? Endi bular Davlatjon, bularni ham endi zo'r ekan, u ekan, bu ekan bas. Narxini bularni ham yo'lida qilib chiqaramiz-da. Mollar ichidan boshlaymiz. 15 milliondan olamiz bo'ldi ikkita. Oldini keladi, Ha. mol narxini oldin 19 million ketaveradi. Oldini qimmat aytyapsiz-da. 18 yarim qilib qo'ying bo'lmasa. Ket. Oldi 18 million. Ketdi 18 Pelizni million. bilib Bir jup oldim. oladi. O'qib bo'lyapsiz pelizni. Dangal Bir etyapsiz. jup oladi. Ha. 18 million. Bo'ldi. Bittasi 18 million 500. Bo'ldi. Hisob. Talla xolasidan shvetda o'ynar. Xolasam yetti bitta aloqa. Bir joyga 17 dan bo'ldimi? Yiroqda, ha. Lekin yana bitta narsa bor-da. Sodani o'zi bitirib qo'ydik-ku. Lekin olgan odam ham biz aytgan pulga olmasin. Aha. Sunnatiga, ziynatiga o'tib beraman. Bo'ldi. Bexayr ishda o'zi yo'q. Alamini olsin deysiz-da savdoda. Aha. Ha? O'tib Azar beramiz. olsin. Ozgina o'tib beramiz. Bo'lo hisob u korobka o'tib o'tgan ekan mana shuni chemoro. Yomon, tagi ham zo'r ekan. Orqalar kuchli ekan mana shu. Ko'ringlar. Bo'ldi. Yana nimalar ham smentallarni ham qisqacha yortib qo'ygan bo'lamiz. Yo'q, Video bor boshqa yana bir bo'ladi. partiya molimiz bor. Aha. Bo'ldi, ishqibozlar Ular aloqaga ham chiqasizlar. Nomerlar yozgan bo'lamiz. Ekranlar turaveradi. Bo'ldi, olib kiraveramiz. Ketdik jon. Ketdik jon. Shular haydab bering sizlarga. Kirib ketyapman. Eski ko'pligini qarang bular. Eski ko'plik. Haqiqiy sigir qilaman degan odamlar molda bular. Akalar sementallar ko'ringlar.
Uchko'prik tuman Puchug'oy qishlog'ida obzor bo'lyapti, xudo xolasa. 12-avgust sanasiga semental, to'qol, hop semental gibridimiz tozasidan, xudo xolasa ko'ringlar. Bu уже qochmay yaqinlashib qoldi. Yaqin. Yaqin. Vallahi qarang. To'qollik kuchli ekan mol, to'qollik. Davlatjon, obunachilar tez narxini ayting deydi-da. Birinchi o'rinda. Har dollar kelganda ham aytadi. Bu mollar 3tasi bir joyga borib, 80 millionga ketaveradi. 80 million. Mana Ketdi. Rossiya bir odamlar bilan Xudo aytyapti. xolasa bittasini sotib oladi shu pulga inshaalloh. Yetilsa xudo xolasa yaqinlashyapti. Haqiqatan bor narsa. Bozorlar ko'ryapmiz o'zimiz ham sementallar. Hech qachon trenddan tushib qolmayapti. Bular manasida gumoni yo'qmi? Bor shunda. 1.25 bemalol Shu chiqadi. menimcha mashmal qochib qolgan u. Bo'g'oz ham chiqsa kerak haqiqatan. Qani ostini ko'rsatdik. Molni qarang, mol. Ajjanavar. Zo'r ekan, ko'raverasizlar. Ishqivoziga endi qanaqa 80 million deyapmiz? Ketdi-chu 80 million. Nech bilan to'g'ri kelyapti? 20. 27 dan bo'lmayapti bu mollar. Keyin qarangda, narx-navoni qarangda. 80 millionni 3 ga bo'ladi. Xolaganini olib ketaversin. O'ziga yoqqan. O'zingiz aytgan. Ha, bedayali mol bitni tella olsa, mana 30 million deyilmaydi. O'ziga yoqqanini xolasa donaga ham, optimiga ham bu mollar narxi bir xil. Hisob. Bor ekansiz Abdurahmon aka. Tars eshikka nima yetsin, ochiq o'yin qilishga. Ko'ringlar. 20. Lekin mollar arziydi. 80 millionni bo'lamiz. Mollar puliga arzon. Puliga arzon. Ko'ringlar mana. Bu qanday ekan? Uchosi ham to'qol ekan, standart ekan. Molni qarang, chempionligini. Biz bir joyga olaydigan hammasini. Ishqivoz tavsiya qilamiz. Dastlabkilar Samarqand deymiz, butun O'zbekiston. O'zbekiston bo'ylab ketdi. Bir dona olsa ham yetib boradi inshaalloh. Xudo xolasa. Ko'ringlar, garantiya bu, mana shu eti yaxshi holatda yetib boriladi. Tajribali shopirlar bilan Ha, Xudo xolasa. yetkazib berilaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar, nomerlar ekranda bo'ladi, savdosi o'zlaringga kami yana bo'ladi. Sog'ligi bichari garantiyani olasizlar, dastlabkani to'liq gaplashib, ishni pishirib olaverasiz. Davlatjon, Ha, endi realni gap, odam gapiga javob berish kerak-da. Bu mol Surxondaryoga ham yetib boradi. Lekin buni baraka olib turib 2 million zaklash olsa sraz yuklanmaydi. Bu bitta mol bizni qoplamaydi. Lekin dastlabkida mashinamiz ko'p. liniya bor. Labo, Hyundai, Tangem, Isuzu hammasidan bor. Yo'q, hech bo'lmasa 3 dona bo'lsa, Laboda ketadi. Hisob. Ya bo'lmasa Hyundai'da ketadi, bir 6-7 ta bo'lsa. 10 ta bo'lsa Isuzu'da ketadi. Hech yo'q, ikkita bo'lsin. Narxi ham zo'r bo'ldi bular. 80 milliondan Narx endi 80 millionda. ha, Buni bir dona olsa ham 80 million shunday bo'ladi, xolagan tilla bo'laveradi. hisob. Ishqivozni ko'raverasizlar. Yana kam bo'laveradi o'zlaringga. Chiroyli qilib layklar esdan chiqmas, kommentariylar fikrlar yozib bemalol qoldiraverasizlar. Ko'raverasizlar, kelib Davlatjon. ko'raverasizlar. Behijolat. Ha, Lekin mollar bozorda ham 30 million sotilyapti. 30 ga yaqin bo'ldi o'sha mollar. Qochmalar, sementallar, toza monaqa rossiyskiy parodalar 30 ga yaqin bo'ldi o'sha. Kelaverasizlar, bemalol.